Tuzukmisan, yaxshimisan? Kecha sizlar bilan o'yin qildingmi o'zi yo beton devorga qarshi mashg'ulot bo'ldimi? Nima deysan shu to'g'risida qani? Farqi biz o'z maqsadimizga qisman erishdik lekin. Faqat biz hujum qildik-ku. Sizlar o'ynagani keldinglarmi yo boshqa mehmonxonani ko'rish uchun keldinglarmi? Biz futbol o'ynamadik lekin. Sizlarni asabiylashtirish bilan shug'ullandik. Bitta vaziyatda 11 ta futbolchini ham jarima maydonida ko'rdim. Darvozabon qayerda ekan desam, darvozasi turgan ekan. Qanaqa qilib sig'dinglar? Hali ham hayronman-da borib. Oblik ham zerikib qolmasin dedik-da. Simeonening taktikasini endi tushunib yetyapman-da. Qanaqa ekan aytaymi senga? Bolalar to'pni ularga bering, kayfiyatni buzamiz degan taktika. Rejamiz ancha vaqt ishladi lekin. Sizlar gol bo'lishigacha faqat var deb baqirib yurdinglar-yu. Har safar hujum qilsak, shu oldimizda 11 ta robot paydo bo'ladi-da. Shu 11 ta robot hammasi gol o'tkazmaslik uchun o'rgatilganmi nima balo? Yo'q, bu Simeonening sizlar uchun maxsus tayyorlagan qal'a operatsiyasi edi, bilasanmi? Sizlarga qarshi futbolchi maydonda bo'lish kerak emas ekan, sizlarga qarshi matematiklar maydonida bo'lish kerak ekan. Baribir yecha olmaysizlar. Sizlarning o'yininglarni ko'rib boru, Ahad Qayum kino olsa bo'lar ekanda. Kinoning nomi qaynonaning hujumidan himoyalan kelin bo'ladi. Finalda omad, yana 5-0 yutqizib yurmalaring.